Hammaga assalomu alaykum. Bu cho'qi Napoleon ovozini qaranglar. Kelinglar sizlar bilan birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Uning uchun bizga 1 stakan muzli suvimizga 2 ta tuxum, 1 osh qoshiqda uksus, ozgina tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Va 700 gram unimizga 800 gram muzdek sariyog'imizni solib, urvoq qilib xamir qilib olamiz. Xamirimizni 8 ta bo'laklarga bo'lib, morozilkaga yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Mana xamirimiz ham qattiq bo'lib qotib oldi. Endi bitta-bitta listimizga yoyib 180 gradusda qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Chetlarini shunaqa ustiga ko'rish uchun olib qo'yamiz. Endi kremiga o'tamiz. Kremiga o'zi 1,5 litr zg'ushonka bilan 50 gram sariyog' kerak bo'ladi. Lekin men kremlar oqib turishini xohlayman. O'shaning uchun 2 litr zg'ushonka ishlatdim. Shunaqa kremimizga 2 osh qoshiqda kakaoni ham solib, birgalikda aralashtirib mikser qilib olamiz. Videoda ko'rib turganingizdek Napoleonimizdan yuzlari shunaqa ishib, qumur bo'lib pishib chiqadi. Ko'rib turganingizdek kremimiz shunaqa suyuqqina krem bo'ladi. Mana kremimiz ham tayyor. Endi buni xamirli listlarimizga surib, yopishtirib chiqamiz. Boya chetidan chiqqan xamirlarini bitta qilib, alohida listda yana pishirib olamiz va ustiga urvoq qilib sepib bezatib olamiz. Ko'rib turganingizdek Napoleonimiz shunaqa qavat bo'lib, baland bo'lib chiqadi. Kremlarini qaranglar, buni oqib turishini. Xamirlari ham shunaqa og'zingizda erib ketadigan bo'lar ekan. Sizlar ham qilib yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yoqqan bo'lsa like va podpiska tashlashni unutmanglar.